Yana bir assalomu alaykum. Mana ukajon, aynan shu yo'lda uchrashgandik siz bilan. 1 yil o'tdi. Mana shu hodisani sizga batafsil tushuntirganman. 10 yillardan beri harakat qilamiz. Lekin hech qanday ijobiy natija yo'q. Faqat qilamiz, bo'ladi, shu gapdan nariga hech kim o'tmaydi. Byudjetda pul yo'q deydi. Byudjetda qachon bo'lgan? Yuqorida tashkilotlar ko'rib turgan bo'lsa kerak, bilib turgan bo'lsa kerak, mana shu masalani. Xalq ezilib ketdi. Mana o'tgan yili ro'za oyida juda og'ir gap gapirgandim. Mana shu yo'ldan o'tadigan shu atrofda 10 mingdan ziyod aholimiz bor. Mana har kuni iftorlik, ro'za vaqti, mana bugun 25-sana. Mana shunda shu iftorlik har bir iftorlikda mana shu yo'lni buzib, shu ahvolga tashlaganlarning zurriyatiga, ota-onasiga, hammasiga chiroyli qilib duolar qilyapti. Har bir tarafida. Mana shuning oralig'ida 1 yil o'tdi. Yana ro'za oylari keldi. Hech kim qimlagan ham yo'q, hech qanday harakat ham bo'lgan yo'q. Mana shu yo'lga aloqasi bor odamlarga har yamaga tushganda shularning haqqiga endi aytgan tilida, aytmagan dilida duo qilib yotdi. Yana bilmadim, qaysi tilda aytish kerak? Nima qilishimiz kerak? Hozir biz ayrim rahbarlar balki meni shu yoshga yetganda yozuvchilik qilib yuribdi deydi. Endi qarang, men indamasam, u indamasa, rahbarlar, yuqoridagilar qilmasa, qayerga, kimga boraylik? Ayting ukajon, kimga borishimiz kerak? Agar ukam biz noto'g'ri narsa sizdan talab qilayotgan, davlatdan talab qilayotgan bo'lsak, uni ham hozir aytib keting bizga. Noto'g'ri qilyapsiz deb. Nohaq so'rayotgan bo'lsak, buni ham ayting ukajon. Ukajon, mana shu mening gapimni shu yerda yashayotgan aholi, mana Samarqandga qaraydi, Jizzax, Terterasidagi 20 ming, 30 ming aholi nomidan bor haqiqatni prezident darajasiga yetkazib qo'yish sizdan iltimos qilaman ukajon. Keyingi masala svet masalasi. Mana ustalar o'tgan yili qo'yilib boshlavdi. Lekin biz juda xalqimiz bilan quvonib, mana shu narsa amalga oshdi. Xudo xohlasa joylik bitadi degandik. Lekin shu tashlandiq holatda qolib ketdi. Hozir o'rnatilgan bo'lsa bir 40 ta o'rnatildi. Oxirgi ham yetmadi, boshi ham yo'q, oxiri ham yo'q. Buni hech qanday yechimi yo'q. Chiqmagan joyimiz qolmadi. Mahallamizga kamida bir 50 ta silba kerak mana shu yerga. Qishloqning o'ziga, Sho'rcha qishlog'i 1 yil bo'ldi to'xtaganiga, hech buni holdan xabar oladigan odam ham yo'q, hech javob beradigan odam ham yo'q. Agar yomg'ir yog'adigan, shamol bo'ladigan bo'lsa, aynan hozir biz maktabda oldida turibmiz, bu yerda pashti 250 ta bola o'qiydi. Net qo'rqinchli, achinarli, sababi simlarimiz charchab xizmatini o'tab bo'lgan. Eng achinarlisi aynan maktabning oldida shunaqangi rasvo holatda. Buni tekshiradigan ham, so'raydigan ham odam men ko'rmadim.
Bir uzilsa svet, 2 kun, 3 kun svet bo'lmaydi. Aholini norozi qilayotgan bitta masala mana shu tok masalasi. Mana keyingi masala maktabimiz bo'yicha. Mana shu maktabda 250 ta bola o'qiydi. Maktabimizda sport zal yo'q. Mana ko'ring, o'zingiz ukajon. Mana stadionimizning ahvoli, loy, qor. Bolalar mana shu yerda o'tkazadi. Mana hozir kun issigan kuni mana shunday tashqarida o'tkazyapti. Agar sovuq kuni bo'lsa, bolalar umuman fizioterapia ham qilmaydi, hech qanday psixologiya darsi o'tilmaydi desak ham bo'ladi. Sababi sharoit yo'q. Aytaversangiz gap ko'p. Mana maktabimizga 71-maktabga 40 tonna ko'mir berilgan. Lekin pasti 30-40% kunga chiqyapti. Mana bolalarning ahvolini qarang, robotchilarning. Mana shuni yelamasa iloji yo'q. Bari musor, mana uyli yotdi. Assalomu alaykum. Mingbar Uzr aka maktabda ishlaysizmi? Kim bo'lib? O'tyoqo'cha. Nechta tonna ko'mir oldinglar? Tugadimi? Nechta tonnasi yaroqsiz chiqyapti? Qancha qismi? Kamida 15 tonna bor. 3dan 1, 3dan 1. Buni endi yoqib bo'lmaydi endi. Yo'q. Yonmaydi-da. Mana ukajon ko'mirning ahvoliga qarang. 3dan 1 kun. Har kuni shu ahvolda. Ertalabdan kechgacha mana shu 3 kishi yelaydi mana shu. Bunga kim javob beradi? Ta'limning kattasimi, ko'mirning kattasimi, joniga oladi.